faoliyatingiz davomida qo'pol qilib aytganda ko'chada qolib ketgan, ya'ni hech kimga kerak emas bo'lib qolgan o'liklar ham keladimi? Egasi yo'q deydi-ku, mayt egasi yo'q mayt. Hech kimi yo'q. Hech kimi yo'q. Misol yolg'iz qariyalar, boshqalar bo'ladi. Qora qamishlardan olib chiqadi. Unda bunda endi uni ham uyiga egalik qilib olganligi uchun birpasda hushyorlar paydo bo'lib olishadi. Qariyani boqamiz. Bittasi endi anetni ko'rmoqsak, "Oka, mana anaqa, mana rasxod qo'l qo'yib bering." Nimaga qo'l qo'yaman desam, "Biz rasxod qildik, men go'rko'mani qo'l qo'yib bering." Nimaga desa, "Ertaga uylarni rasmiylashtirib biz ko'mdik-ku" deydi. Endi o'zingiz o'ylang-da. Nima rasmiylashtirib bo'ldi, ko'mding, Xudo bildi, bo'ldi, sen ko'mganliging ertaga shunga qo'l qo'yib bering deb yuribdi-da. Uyi qolgan ekan, ikki xonali uyi bor ekan. Undan keyin oradan hech qancha o'tmasdan 3 oydan keyin yana biza qarordik, endi bular uzoq yashab qoldilar deydi. Endi 80 chiqib bo'lgan kampir edi. Ular 3-4 yil qarashgan ekan, olamdan o'tmagan ekan. Mayli, endi Xudo bilsin, qaraganimizni ularga o'tib ketdi deydi. Go'rin tepasigacha kelib ketyapti, rostdan o'libchi degan, ha deydi. Hayron qolasiz. 2 xona uy uchun, o'sha uyda o'zing yashash. Maqsad savob uchun bo'lmaganda. Maqsad savob uchun emas. O'sha 2 xona uy uchun. O'ligini ko'maman, boshqa qilaman, boshqa. Endi eng qizig'i o'zimizni o'z beladan chiqayotgan qiluvdik. Mayli endi. Alloh insof bersin. Hamma bir xilamiz. Bu yerda endi millatni yomonlamaymiz, o'zimizni musulmonman deb misol uchun hamma mehr oqibat yo degan odamlarni orasidan chiqayotgan mana shunaqa odam sifatlardan chiqayotgan narsa. O'zi shunga yaqin savol bermoqchi edim. Mana shu uy joy edi, meros edi, janoza salkam janjalga aylanib ketgan vaziyatlarga guvoh bo'lganmiz. Endi uyda qiladi u janjalni. Qo'shnilar biladi. Endi bizgacha yetdi. Biza misol uchun hozirgi kunda bitta narsada yoki janoza keladi, xabar keladi. Qayerdan oilaviy qilxona borib ketayotganda kimi bo'ladi, kimlar bor edi? Men qarindoshlarim bor. Hammasi bilan bordi keldilaring yaxshimi deyman. Nega unaqa deyapsiz? Hozirgi kunda odamlar qazilayotgan go'ri ko'mdiryapti. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'lyapti-da, aka. Odamlar talashyapti-da shuni ham. Buni ko'mmaysan, uni ko'mmaysan deb. Aytdim, o kelin masalasi, kelinni ko'mmaysan turganlar bor, boshqa bor. Endi qarinda shu go'rku polni anaqa bo'lib qoldi hozir. Mahalla raisi misolga qaysi oila tinch, qaysi oila tinch emas, xuddi shuni bilganda, qaysi qilxonada muammo bor, qaysi birida muammo yo'q, shuni bilish kerak bo'lib qoldi. Mana shu yoshimga kirib janozada ko'p qatnashganman, lekin bitta oxirgi payt, o'sha oxirgi qatnashganda bir holat bo'ldi, menga g'alati tuyuldi. Janoza bo'lyapti, bir 90 ga kirgan onaxonaga, hali vafot qilgan. Domla so'rayapti, kim bu mayit egalari? O'sha qarzi bo'lsin abodo. Ha, shuni so'rash kerak-ku. Mayit egasi sigir chakkan chiqib ketgan ekan. Jumada bo'lyapti bu narsada. Keyin kuttirdik, kuttiramiz, hali odam keldi. So'rayapti, shuna qarzi bo'lsa kim bo'yniga oladi desa, indamay turibdi-da, hech kim chiqmayapti, aka. Prям hech kim chiqmayapti. Domla jumma ham qoldi-da, ya'ni shu pauza ushlab qoldi domla. Yana so'rayapti. Yana hech kim chiqmayapti. Keyin bo'ldi, bu onani dedi, bu mayit hech kim yo'q ekan deb o'qiramiz zotudi. Bitta jamoat ichidan bitta odam chiqdi-da, men olaman bo'ynimga qarzini. Umuman tanishmas unga, qarindoshlik joyi yo'q. Shunga o'xshash holatlar ham bo'ladimi? Siz eshitganmisiz shunaqa vaziyatlarda? Endi aytdi, odamlar noto'g'ri tushunishadi ko'pincha-da. Anaqani. Qarzi bo'yniga olgan odam to'lashga. U qarz emas. Misol uchun sizning merosingiz bor, 5-10 so'm pulingiz bor. Ya, qarzingiz bor-a? Men vakil bo'lib chiqaman sizga. Misol uchun, bir nima bo'lsa qarzdorligingizni siz uchun 10 ming pulingizni men deb anaqa qilaman, qolgan pulni olib turib, mana bola chaqangizga beraman yoki qarzingiz bormi, mashinangizni sotib turib o'sha qarzdorlarni yopishim kerak. Qolgan merosni bolalaringizga taqsimlab berishim kerak. O'shanga chiqadi, u yonidan platit qiladi, chiqmaydi u qarz. Yonidan uzmaydi. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Qarzi bo'yniga olib, u qanaqa qilib siz yemagan somchangizga pul to'lashingiz mumkin. Siz vakil bo'lib chiqasiz. Qarz omonatlari bo'lsa, boshqa ijrochi deydi-ku. Ijrochi, mabodo ertaga qarindosh urug'ning o'rtasida siz, "Ey, adolatsizlik qilmalaring, ma'mini do'lasini olib ber, ma'mini do'las." Ko'pchilik men deb chiqib keladi, ertaga siz aytayotgan boyagi yetimlarning orasida, "Ey, yetimlarga turib berish kerak bo'ladi o'sha odam, qarz bo'yniga olgan odam. Yetimning haqqi, nimaga sen bunikini o'zing o'zlashtiraversan? Xudodan qo'rqqin. Ertaga mana bo'lib ketasan." O'zlari kelishib olishadi deb ketish kerak emas. Oxirgacha turish kerak. Oxirgacha turishlik, vakil bo'lib turibsanmi? Misol uchun sizni ko'chada 5 ming qarzingiz bormi? Misol uchun anetda bitta mashinangiz, bitta uyingiz turibdimi?
bo'ldi ana mashinangizni 10 mingga sotib turib yoki ana yerda dastingiz bo'lsa 5 mingni yopish kerak edi, bo'ldi qolgani mana qizi haqqi menimcha, mamini haqqi menimcha, san palonchixon ukangga mana shu meros o'tishini rozimisan? Ukangga o'tadi, ota qo'li desa, roziman desa bo'ldi. Men merosdan voz kechdim desa, voz kechaveradi. Mana shunaqa narsalar. U odamlarning ko'pi ilmsizlikdan kelib chiqib, mana shunaqa bo'yniga olish kerak ekan, men yonidan to'laymanmi degan narsa bo'lib qoladi. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Odamlar o'zi ilmni, mana domlalar bor, qanaqa to'lash, nima qilish, kelib so'rash kerak. Bilmaydigan bo'lsa kelib so'rasin. Bilmaydigan odamlar mana aytaman-da, ko'pchilik bilmaydi, lekin fatvoni berib tashlaydi. Men ham ko'p narsani bilmayman. Misol uchun kitobda yozib qo'yibsiz-da. Men kuniga 20 tala kitob o'qirdim. Undan keyin o'sha kattalarning oldiga 4 ta shisha bilan yaqinlashib oldim deganda. Ya'ni bizda ham qora kalaning yonida, hoji bolaning yonida yurgan odamni oshligi billa borki, yurgan odamlarni bular ham ko'p narsani biladi deb o'ylaydi odamlar. Bu hech narsani bilmasligi mumkin. U ham hojaga qilib erkalanib ketgan bo'lsa, mana bunaqa joizmi hojaga desa erkalanib ketgan, endi menga hamma qarab turib, ha joiz deb qo'ysa, bo'yniga fatvo bergan bo'ladi. Undan ko'ra ahli ilmdan so'rash kerak. Bizda eng yomoni bilmayman degan gapni tan olmaslik. Imom Azam rahmatullohdan bitta kelganda, ya'ni Imom Azamdan so'rashgan, otingiz oyog'ini eshitdi desa, bunday tushib ko'rganda 1 2 3 4 degan ekan. 4 ta degan ekanlar. Bo'lmasa ot ustidan turib anaqa qilsalar bo'lardi. 4 ta. Bizanikilar unaqa narsaga yurmaydi. Bizanikilar shart, holat boshqa, hamma va men direktlarini ham o'chirib anaqa kiromiga yaxtajagan. Chunki odamlar men aytaman, meni gapim fatvo emas, meni gapim anaqa emas. Sizdan so'rashadi, men bo'ladi. Men hech narsani bilmayman. Ana borlaring domlalar bor, ana o'shalar anaqa qilib beradi. Men aqlim yetgan narsaga javob berishim mumkin. Qolganiga javob bermayman. Misol uchun menda necha mahal namoz desa, 5 mahal namoz deyishim mumkin bo'ldi. Tahorat qanaqa qilsa, men qilaman, qolganini bilmayman, domladan so'ra deyman men ham. Shuning uchun odamlar bilamandan ko'ra bilmayman degan narsani ko'proq anaqa qilish kerak. Shuning uchun aytaman-da, u oldida yurgani bilan u aqlli bo'lib qolmaydi. Ko'payib ketdi shunaqa aqllilar. Onasining g'alati-da, aka. Men o'zim hayron qolaman. Aqlingni yasayapmi? Din bu noto'g'ri narsa, Xudoni oldida. Sen misol uchun gaping noto'g'ri bo'lsa, rahbariyat kim chiqardi bu gapni desa, senga kelib taqalsa, xo'jayin bitta urishsa qanaqa qizar nasrini. U sen butun boyni Xudoning ishiga aralashib qo'yayotgan bo'lasan. Nima deyotganligingni bil. Odamlar tafakkurni yo'qotib qo'yganda, bittaga ana qiyomatda so'rab olaman deyapti. Men haftada yarim soat turib berishga qo'yetmagan odam qanaqa qilib sizga qiyomatda so'rab olishni anaqa qiladi. O'ylamasdan gapirish kerak emas bunaqa. Bizanikilar hamma gapni yengil gapirib yuboryapti. Haromni ham yengil gapiradi, boshqani ham sal o'ylab sabrajat qilib gapirlaring. Ko'pda aka. O'tishga gapirmalaring, domladan so'rab olsin, kimga kerak bo'lsa. Qiziqib olgan kerak bo'lsa degan. Yaqinda ham bittasi kelyapti-da, men bitta endi skemaga qo'yib qo'yganda, mendan sherigimdan so'rayapti. Qarochi skemaga to'polon qo'yadi. Hojaga qattasiz, men bunaqa joydaman. Qarochi men skemagani olib chiqib go'r qaziluvdi-ku, yonidagini adasi ko'mildi, o'g'lining yoniga adasi ko'mildi o'sha skemaga. Nimaga skemagani olib tashlaydi, vada qilyapti. Telefonni bering, telefon. Skemaga qatta turuvdi dedim. Yerda turuvdi. Yer qatdiki, qabriston yeri nimaga qo'yilgan? Skemagagami yoki mayit qo'yishganmi dedim. Mayit qo'yishga dedi. Nimaga skemaga turibdi? Opchi yelkangizga oling dedim. Uyingizga olib keting. Uyingizga borib xo'jayinchilik qilasiz. Bu qabriston yeri bo'lganda mayit ko'miladi. Siz qayerga kelganingizni esdan chiqarib qo'yibsiz. Nima qilish kerak? Odamlar o'ylashyaptiki, hamma do'ljon. Men kelib turib, sal bo'sh kelsangiz, miyolarga bo'lib qo'yapti. Sal misol uchun aytaman-da, sen kimligingni men bilaman. Kimligingni bilaman. Menga bunaqa gapingni qilmagin. Menga o'tmaydi. Menga o'tmaydi. Sen hozir 4 ta 5 ta gapni gapiraman, o'zi shunda jim bo'lib uzr so'rab chiqib ketyapti-da. Chunki o'zining pravligini bilyapti. Qabristonni yerga men skemagani qo'yib qo'ydim, bo'ldi, meni yerim degani emas u. Mayit ko'miladigan bo'lsa ochiladi, olinadi u skemaga. Eng qizig'i aytaman-da, katta qilib skemaga naveslik qilib qo'yadi. Nima qilyapsizlar bo'lsa, hamma yomg'irgarchilik paytida kelib o'tirmasanglar kerak deyman men. Eng qizig'i quyosh yozi chillasida ham kelib issiqda kelib o'tirmaydi. Nima qilasan isrof qilib? Boshqa deyman.